Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bizni Ramazon oyiga mega chegirmani e'lon qilganmiz. Ya'ni implantatsiyalarni faqat o'sha o'zini xarajatlariga qo'yib beryapmiz. Ya'ni $125 dan $250 emas, $125 dan qo'yib beryapmiz. Ramazon oyidagi o'sha aksiyamizdan sizlar ham foydalanib qolinglar. Bugun mana dushanba kuni 8-9-chисло 6 ta operatsiya rejalashtirilgan. Hammasi shunaqangi tatami. Bu bemorlarimiz birinchi avval qaysidir qismini qo'ydirganda, keyin qaysidir qismini og'riqsiz bo'lganligi uchun yana qaysidir qismlarini qo'ydirish uchun kelyapti. Shunaqami gaplarim to'g'rimi? Ha, mana tepaga Javlonbek mana qo'ydilar. Og'riqsiz bo'ldi. Borini nima aytaman, bekitishiga hojat yo'q-da. Endi men past tomoniga bugun harakat qilib mana qo'yishni boshlayaptik. Xudo xolasa bu ham yaxshi bo'lsa, qo'li yengil ekan mana. Qiynalmadim, bir hafta bo'ldi, ipini olib tepa qismini, endi pastdagini nimasini qo'yishga harakatda bizlar. Tanijoni sog' bo'lsin doktorlar, insonlarni ko'nglini topib, malham bo'lib, og'riqdan forig' qilsa, bizlar ham xursand. Mijozi ko'payib, shari barobardan deb. Rahmat. Amin, Allohu akbar. Bizga Xudo xolasa omad tilab qo'yasizlar. Hoji akam tepasiga o'sha bir hafta oldin 6 ta qo'yganda, endi pastlariga. Bundan keyingi bemorimiz ham 6 talik implantatsiya. Hamma bemorlarimiz bugun 6 tadan kam implant qo'yilmaydi. Jami 6 ta operatsiyamiz bor. Bugun bizga kuch-quvvat tilab qo'yinglar. Sizlar ham shu Ramazon aksiyasiga kelib ulgurib qolinglar. Bu narxda hech qayerda professionallar qilib bermaydi. Biz qilib beryapmiz. Sizlarni o'ylab, o'sha Ramazonga o'zlariga chiroyli bir hadyalar qilishini xohlab, biz chegirmani boshlaganmiz. Tishlarini olib tashlaymiz. Ba'zi tishlar tugagan tishlar mana. Har doim aytaman, sariq tishlarni qo'ydirmang. Sariq tishlarni qo'ydiringiz, faqat uni olib tashlash kerak. Bu qayta ishlamaydi bunaqa tishlar. Bu gapim 100% to'g'ri. Chunki bu tajriba. Ko'raveramiz va tajriba orttiraveramiz. Implantlarni qo'yib beramiz hozir. 38 minutda 6 ta implantlarni qo'yib berdik, tishlarini o'qtashib. Bemorimiz ahvoli yaxshi. Zo'rmi? Xudoga shukr. Hammani ijozatini kutamiz. Yaxshi kayfiyatda ko'rasizlar. Rahmat, xursand.